Tanishing, bu Adilxon. U hozirda Gonkongda o'qiydi va semestr oxiri bo'lgani uchun finalsga tayyorlanmoqda. U har doim darslarni zo'r boshlaydi, lekin uning diqqati bor-yo'g'i 10 daqiqaga yetadi xolos. Shundan so'ng telefonga chalqib, vaqtini behuda sarflashni boshlaydi. Sizga ham bu holat tanish bo'lsa kerak-a? Assalomu alaykum do'stlar. Hammalarga charchamayapsizlarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ushbu videoda sizlar bilan samaradorlik haqida gaplashmoqchiman. Samaradorlik hammaga qanaqadir painful topic bo'lishi mumkin. Language learning dami qanaqadir SATga tayyorlanayotgan paytingizmi yoki universitetga topshirayotgan paytingiz ham juda ham qanaqadir qiyin vaziyatga duch kelishingiz mumkin. Va albatta universitetga kelgandan keyin samaradorligingizda yaxshi qilmasangiz, bu yerda sizda like nobody would care about you. Shuningdek, mana shu ekzamenlardan, midtermlardan yaxshi topshirish uchun va yaxshi GPA olish uchun sizga yaxshi samaradorlik kerak bo'ladi va shu narsani sistema orqali qurishni maslahat beraman. O'zim linkdan kelganimda juda ham qiyinchiliklarga duch keldim. Fokus qilmasdim, qanaqadir birinchi leksiyaga kiraman, keyingi darsgacha, keyingi tutorialgacha, to is like after 5 days you need to complete an 80 page book. U kitob ham juda ham qiyin kitob. Например, o'sha kitobni o'qish menga juda ham qiyin bo'lgan, chunki miya zaifligi bo'lgan menda va miya zaifligi bu content va social mediadan bo'ladi. Bir kun deep work qilasiz, keyin o'tirganingizda sразу telefonga chalib ketsangiz va qarasangiz 3-4 soat reels scroll bilan o'tib ketibdi. Yoki qanaqadir YouTube video ko'rsangiz ham bu juda ham endless pursuit bo'lib qolsa, bu sizga juda ham noto'g'ri metodlar berishi mumkin. Shuningdek, o'zim mana shu 3 oyda juda ham katta transformatsiya qildim. O'z diqqatimni jamlashda, sistema qurishda va albatta o'zimni hayotimni qanaqadir samaradorlik responsibility olishga harakat qildim. Va ushbu videoda sizlar bilan shu 3 ta texnika haqida gaplashamiz. Ismim Adilxon Kimpilov. Hozirda Gonkongdagi Lingnan universitetida to'liq grantda o'qiyman. Hamda IELTS dan 8.5, SAT dan 1520 ball sohibiman va oxirgi 6 oy davomida studentlarga IELTS dan yuqori ball olishga va oxirgi 3 oyda Gonkongdagi universitetga topshirish bo'yicha yordam berib kelyapman. Hozirda YouTube'da shaxsiy rivojlanish va student hayoti va o'z hayotimni qanaqadir documentary sifatida joylab boryapman. Sizlarga motivatsiya bo'lish uchun va o'zimni qanaqadir 2 yildan keyin qarab, look at how much you have grown degan savolga javob topish uchun. Birinchisi, bu albatta time blocking. 2 yildan beri men kalendar ishlatib kelaman. Kalendarimni hozir ko'rsatmasligingiz. Kalendar unaqa bo'ladi. Men Apple'da kalendar ishlataman. Siz Google kalendar ishlatishingiz mumkin, umuman farqi yo'q. But the point here is that you just want to use it something. You just want to track everything you have. At this point, men sizlarga ko'rsatmoqchiman, qanaqasiga time block qilaman. Alright, men например, Mondaydan boshlab plan qilaman. Har oyi x 1 soatga o'tiraman. Har hafta yarim soatga o'tiraman va har kuni 10 minut o'tirib planim qilaman. Example, bir haftani qanaqa plan qilaman. Alright, men bitta bloklar bor. Personal time, Xitoy tili, trainings, content, development, entrepreneurship, eating, даже eatinggacha bor. Chunki eating ham qanaqadir esdan chiqib qolishi mumkin because like lifestyle here is so fast. And with the readings, university, work, checking, Inglo, IB, and Moodle. Alright, so I will just first and foremost plan my like trainings time. At some point you realize that health is the biggest priority. Va shuningdek men haftasiga it depends to be honest. Например, hozir leksiyalarim yo'q, lekin leksiyalarimni birinchi qo'shaman. Chunki leksiyalarga обязательно attend qilish kerak. So for example, I would like plan for example economics. Xuddi shuni political science ga o'zgartiramiz. Thursday kuni political science leksiyam bor. Uni yerda workload qanaqa? Bir 16 soat 5 ta kurs oladigan bo'lsangiz, men 5 ta kurs olganman. 4 soat, примерно 20 soat chiqadi. Va o'sha leksiyalarga qatnashishda o'zi. Undan keyin sizda free time, lekin assignmentlar bor va juda ham o'zingiz ishlasangiz, bu qanaqadir time blocking qilmasangiz, ko'p narsa esdan chiqib ketadi. Va meni kesimda time blocking is like crucial. Albatta bu yerda sizlarga ko'rinadi degan umiddaman. Lekin, например, political science men bitta, например, yana bitta qanaqadir lecture qo'shaylik. So you just add this lecture, yana bitta lecture. Keyin har bitta kurs bo'yicha tutoriallar bo'ladi. So you just plan tutorials as well. Tutoriallarni qo'shamiz. So these are like 4 tutorials. Bu univers bo'ldi. Universida gishtatni yopamiz. Universiga qanaqadir specific time block qo'ymayman. Universida specific time block bor, lekin qanaqadir assignmentlar qilishga deadline'ga va albatta ularni track qilish kerak bo'ladi. O'zimni samaradorligim bo'yicha albatta botga trainings qo'shamiz. So every single day men Naval Ravikant kitobida The Almanac of Naval Ravikantda aytgan, you need to sweat your body every single day. Chunki sizda body berilgan, o'shani sweat qilishga harakat qilishingiz kerak. So every single day I do some kind of physical activity. Usually it's like after everything. Usually it's in the evenings. So we just put trainings and it's going to be something along this line. So it's going to be every single day you train. Bugun, например, kechroq futbolim bor. O'sha futbolni ham plan qilaman. So at some point you realize that both the readings, both the qanaqadir Inglo bu startup, hozir startup ustida ishlayapman va o'sha startup, например,
sartavozi oxirida qilinadi. Agar 10 dan keyin bo'sh vaqtim bo'lsa, so we'll do for example like content scripting. Men buni shu tishni binary founder time deb qilaman. In a founder time every single day. Like любой vaqtingiz topdingizmi, bu founder time bo'ladi. And you just work o'zingiz loyihalaringizda, даже obed, ужин va завтракgacha plan qilish kerak, so that you for example study. Va albatta sizda savol bo'lishi mumkin, qachon deep work? So there is a specific plan for work. So I would do for example like 2 hours of deep work. 2 hours of deep work. And after that I do something. For example, every single day there is a deep work session. Albatta bu atigi 2 soat emas. Ertalab ham deep work, bo'tdan ham deep work, lekin har bitta odamning o'zini anaqalari bor, needslari bor. Va o'sha needslarga qarab schedule o'zgaraveradi, lekin обязательно mana shunaqa kalendar ishlatishda men maslahat bergan bo'lardim. Ikkinchi pointga o'tadigan bo'lsak, bu albatta hammangizga ham Pomodoro texnik. Juda ham ko'p study with me'lar, azli videolarini ko'rsanglar bo'ladi. Garovda o'tirib study with me'lar qiladi. Bu juda ham ajoyib. Tipo 25 minut ishlaysiz, 5 minut dam olasiz. So it depends from case to case, but overall juda ham zo'r. Tipo fokusingiz ishlashga va o'zingizga qanaqadir mana shu 25 minut ishlang, keyin 5 minut dam olaman. Bu qanaqadir delayed gratification hissini beradi va juda ham foydali deb bilaman. Lekin menga bu narsa to'g'ri kelmaydi va sizga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Men qanaqa qilaman? 2 soat ishlayman, yarim soat dam olaman. Da qanaqa chill bo'lishi mumkin, lekin 2 soat ishlash men uchun juda ham qiyin bo'lgan. Va albatta yarim soat dam olishni bilib, miyam qanaqadir 2 soat ishlagin, keyin yarim soat dam olasan degan hissiyotga olib boradi. So I work 2 soat, например, hozir economicsda finalim bor, 12-sida 12 ta chapter o'qishim kerak. Butun semestrdagi hamma narsani takrorlab, exerciselar qilib, ularni qilishim kerak and tayyorlanishim kerak. Like A olish uchun above 60 olish kerak. Juda ham qiyin kurs. Professorim aytganman, eng yaxshi ko'rgan professorim, lekin eng strict professor ham o'sha. O'shanga mana shu ustida ishlab, hozir 2 soat mana shu ikonga tayyorlanamiz. Keyin 2 soatdan keyin o'zimning anaqa hissiyotlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Alright, hozir ikonga tayyorlanamiz dedim. 2 soatga hozir study session qilamiz. Study sessionda men o'zimga bitta maqsad qo'yganman. Например, textbook bor. Textbookda men prosta o'qimayman, men maqsadli o'qishga harakat qilaman. So at some point, master kursga what I'm doing. Bu qarang, core economics degan chapter 12 ta chapterga bo'lingan. Read, exercise. Va bu track qilishga juda ham yordam beradi. So I'll just put it right here and we'll start reading it. Va read qilib, bu har xil exerciselar bilan tayyorlanaman. So for example, we go into reading capitalism and democracy. Bu topikni men juda ham zo'r bilganman, chunki bu semestr boshi shunaqa fear of missing out bo'ldi. I would just study and I would do all the head down studying all the time. Va bu albatta menga qanaqadir maqsadli bo'lgan. Bu eng yaxshi ko'rgan temam, chunki buni eng qanaqadir zo'r tushunganman. Ikkinchi chapterda ham o'qimayman. I'll just start with the 5th chapter. 5th chapterda 5.9 degan joyga kelganman va o'shanaqa o'qib ketaveraman. Va shu bilan 2 soatdan ko'rishamiz. Study session ko'rdim. Potential shu 2 soatda deep focus qilib, juda ham katta narsalarga erishsa bo'ladi. Hozir semestrda shuncha prokrastinatsiya qilgan narsamni atigi 2 soatga o'qib, bonus uchun yetib, da qiyin bo'lgan vaziyatlar bo'lib, post ChatGPTga mana shu chapter beraman. And it is explaining. Chunki bu yerda sal qiyinroq elementlari bor, but it's okay. Maqsad bu yerda tushunish va o'sha taskani bajarish. Chunki bu yerda hali uchinchi bo'yicha yo'qlashlar, balki hali real world apply qilish. O'zi potential qilish kerak. Limit qiling social mediaga deep work uchun. Va buniki boshlab, men sizga deep work degan kitobni rekomendatsiya qilgan bo'lardim. Bu kitobni bitta o'qing. Jona katta kitoblarni balki bog'ib dance kitob. O'sha dance kitobni o'qib, qanaqadir social mediaga neozaytlik bo'yicha o'zingiz ko'rgan olsangiz beradi. Uchinchi deb keladigan bo'lsa, albatta professional bo'lish. Любой bitta sohada. Universitetga keldingizmi? Maqsad bilan keldingiz. Qanaqadir sohada yaxshi inson va yaxshi professional bo'lishga harakat qiling. Bu narsa sizda universitetda balkim technical bo'lishi mumkin, juda ham qanaqadir boring bo'lishi mumkin, lekin bu narsa sizda qanaqadir responsible insonga shakllantiradi va kelajakda corporate ishlaysizmi, qanaqadir o'zingizni kompaniya, startupda moqchi bo'lsangiz, baribir responsibility olishingiz kerak bo'ladi. So take the responsibility from the initial stages. Va albatta plan qiling, time blocking qilib, study sessionlaringizda, ikkinchidan o'zingizda track qiling. Sekundamer bo'ladimi, o'zingiz qanaqadir 2 soatlik, 5 soat ishlab, 1 soat dam oling yoki 20 minut ishlab, 10 minut dam oling, whatever fits your needs. Главное ishlang. Va oxirida baribir responsibility olish. O'ylangki, siz maktabda o'qiysizmi, IELTSga tayyorlanasizmi, SATga tayyorlanasizmi? Siz bu narsani siz o'zingiz uchun qilasiz, kelajagingiz uchun. So, there are some things that you have to do without questioning and there are some things that you shouldn't do. Va mana shu narsa ishlash va deep sessionda o'z weaknesslaringizda ishlash, bu albatta
something that you have to do without questioning. Agar sizga video yoqgan bo'lsa, ushbu YouTube kanalimga obuna bo'ling. Yanada ko'proq va sifatli kontent chiqarishga harakat qilamiz va chet elda universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, IELTS dan yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, SAT dan yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, albatta mening Instagram va Telegramlarimga obuna bo'ling. U yerda ham foydali ma'lumotlar share qilib boramiz. Charchamanglar do'stlar, keyingisida ko'rishguncha.